Siz yangiliklar bilan tanishyapsiz. 2025-2026 o'quv yili yurtimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida keng qamrovli islohotlar, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida faol va ilhomlantiruvchi ruhda boshlandi. Mavzuni muxbirimiz Navoiy Innovatsiyalar universiteti timsolida davom ettiradi. 2025-2026 o'quv yili yurtimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida ulkan yangilanishlar, keng qamrovli islohotlar va innovatsion yondashuvlar bilan boshlandi. Bu yil ta'lim jarayoni faqatgina dars o'tish bilan cheklanib qolmay, balki talabalarning ijtimoiy, ma'naviy va intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan muhim islohotlar bilan boyitildi. Ana shunday zamonaviy, ilg'or va ilhomlantiruvchi muhitga ega oliygohlardan biri Navoiy davlat innovatsiyalar universitetidir. Universitetimizda ayni paytda bayram shukuhi, chunki o'quv yilining ilk kuni. O'tgan yil birinchi kursda qanaqa bo'ladi, darslar qanaqa bo'lib o'tadi deb xavotir bo'lib kelgandik. Xudoga shukr, bir yil yaxshi o'tkazdik, ko'p yutuqlarga erishdim o'zim ham va hozirgi vaqtda mazkur oliygohda o'qiyotganimdan faxrlanaman. Hozirgi yo'nalishim texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish va avtomatlashtirish. Sohada ilmiy maqola qilganman. Kelajakda o'zim sohamda yetuk mutaxassis bo'lmoqchiman va bu sohada shu yil yana ilmiy ishlar qilib, nasib xudo xohlasa prezidentimiz bilan uchrashmoqchiman. Universitet bugungi kunda o'zining zamonaviy infratuzilmasi, raqamli ta'lim tizimlari, ilmiy loyihalari, xalqaro hamkorlikdagi dasturlari bilan nafaqat viloyat, balki mamlakat miqyosida yetakchi innovatsion markazga aylanib bormoqda. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikamizda Navoiy viloyati yosh kichik viloyatlardan biri bo'lishiga qaramasdan, respublikamizda katta nufuzga ega, o'z o'rnini topgan viloyatlardan biri hisoblanadi. Jumladan ta'lim rivojida ham o'z hissasini qo'shib kelayotgan viloyatlardan biri. Bugungi kunda Navoiy viloyatida Navoiy Innovatsiyalar universiteti tashkil topganiga 3 yil bo'lganiga qaramasdan, bir qator xalq xo'jaligi tarmoqlarida yoshlarni tarbiyalash, bilim olishga qaratgan. Bizning universitetimiz tashkil bo'lganiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, lekin ta'limda o'zini o'rnini, nufuzini egallashga ulgurdi. Bugungi kunda universitetimizda professor o'qituvchilarni sa'y harakatlari bilan xalq xo'jaligini turli tarmoqlarida yetuk sifatli kadrlarni tayyorlashga o'z hissasini qo'shib kelyapti. Yangi o'quv yilida yanada shaxt bilan, ilg'or qadamlar bilan talabalarni yanada bilimli bo'lishga, kuchli bo'lishga va vatanparvar bo'lishga tayyorlaymiz. Navoiy davlat innovatsiyalar universitetidagi har bir dars, har bir tadbir va har bir muloqot talabaning shaxsiy rivoji va mustaqil fikrlash salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan. Bugun ta'lim maskanlarida boshlangan har bir qadam ertangi taraqqiyot, barqarorlik va muvaffaqiyatga olib boradi.